Assalomu alaykum obodxonadonda mening qiziqishlarim kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hammanglar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Gullaringlar yaxshimi? Yaxshi o'syaptimi? Mana ana katta gardingizni ham qaranglar. Mana uni bugun men bugun agarodda ish qilyapman. Hozir charchadim, birpas dam olib o'tirganda sizlarga video ola qolay dedim. Mana gardingizni qaranglar, boylab qo'ydim-da, mana endi ko'zga ko'rinarli bo'lyapti. Gullarini qaranglar. Shunaqa hidi yaxshi buni. Juda bir boshqacha bo'lib o'syapti-da. Ko'z tegmasin. Boylab qo'ydim. Juda bunaqasiga yotmagan, tarvaqaylab ketgan edi. Arilar hidini bilmadim. Qanaqa? Mana floksiyani hidi bor-ku, ana o'shanga o'xshagan. Juda chiroyli. Mana pastda ham guli bor ekan. Mana bular endi g'uncha qilyapti. Bular endi ochiladi. Yaxshi, kech g'uncha qilgani ham yaxshi. Chunki ana belga o'xshab vohli ochilib bo'lib, anta hozir yashil bo'lib yotadi. Mana bu gardinza xonimlar, mana floksiyalarim qaranglar. Mana g'uncha qilyapti. Hammasi hali ochilsa, shunaqa chiroyli bo'ladi. Mana bilan qaranglar. Lekin bularning hidi juda ham bir mazali hid. Hillab to'ymaysiz. Mana bunisi oq. Mana bu ham ochiladi ertaga. Lekin bo'ylari ballon bo'lib ketdi. Salkam 1 metr. Nega deganda, bo'tga postoyanno suv tushadi. Suv ko'p qo'yamiz. Mana floksiyani kecha kimdir kommentariyada so'ragan ekan, esimga tushganda aytib qo'ying. Buni mana kuzda hozir bu o'syapti. Hozir o'sha bozorda buni sotmaydi. Yo'q, menimcha bozorda umuman ko'rmadim. Chunki o'sha mana gullaydigan paytida. Mana hozir o'sadi, gullaydi. Gulla bo'lgandan keyin bahorda bu mana bu tegidan kesib tashlaganimizda tegidan bu xuddi xrizantemaga o'xshab ko'payib chiqadi, bolalaydi. Uni keyin olib shu kuzni o'zida bitta ekadigan joyidagi ekvasiylar suvli joy yaxshi ko'radi. Qishi bilan yerda qoladi, keyin bahorda mana shunaqa bitta bo'lib baqvat bo'lib o'sadi. Bu ko'p yillik gul. Qishda shuni kesib tashaladi, bo'ldi. Ustiga bo'lsa ozgina go'ng sepib qo'yiladi. Shu bilan bo'ldi. O'zi bolalab, o'sha bolalaganda ko'payib chiqaveradi. Men shundan ko'paytirib oldim. Boshida ozgina edi. Hozir mana mashitdan u mana oxirigacha bundoq uzun ketgan. Endi bu yil mana buni ekkanimizga hozir buni u yog'ida. Mana o'sha gullayapti, hammasi ko'rinadi gullar. Qaranglar gullarni. Xuddi gardinziya guliga o'xshaydi. Hidi ana o'sha oq gardinziya bilan bir xil. Mana sizlarga obunachilar, endi mana bitta dehqonchilik ishlari. Mana. Kuniga bodringlarimiz pishyapti. Navaram kelib uzadi. Bu bodring pishibdi deydi. Bo'pti. O'z deyman, qaychi olib kelib sekin kesib oladi. Bittamiz ushab turamiz. Xo'sh, men endi sizlarga bugun qilayotgan ishlarimni ko'rsataman. Men bitta bilasizlar, sariq gulim bor edi. Mana bitta sariq gulimni mana hammasini kesib tashladim. Gulla bo'ldi, pashi 1 oy gullab turdi. Buni hozir tegidan hammasini bir xil qilib kesdim. Bo'ldi. O'sha buyog'iga bizga kerak emas bu. Buni kesib qo'ydim. Kechasi qorong'ida magnoliyani ekib qo'ydim. Mana bittasini bo'tga, bittasini nariyoqqa. Kuzda chunki men buni olamiz. Bo'tdan piyonni ko'chiraman. U daraxtimiz o'zi qoladi. Men quyoshga ozgina shalpayapti. Mayli, o'zi ekib oladi. Suvni quydim tegiga rosa, shag'al soldim, kisli torf soldim-da,
Tegini yumshoq qilib ekdik. Doda bilan ekdik. Kechasi salqinda. Tak, men paketimiz hozirni musorlarni solamiz. Men bitta anaqa turetskiy gvazdika bor edi, bilasizlar. Qurib ketdi. Men uni poyladim nimaga? Urug' boylasin deb. Urug'i pishdi. Men qaraylar, mana yerda. Yerlar uchun to'kilib ketdi urug'lar. Hozir buni mana shu огородga supuraman. Hammasini men bitga qoqdim. Hammasini kesib oldim-da. Endi baribir urug'larini hozir uchidagi gullarini kesib bitta paketga solib qo'ydim. Uni ham o't betga bundoq qilib chochib yuborsam bo'ladi. Yana chiqadi. Mana men o'z tegidan shu urug'dan tushgan joylarni mana men bilan qaranglar. Yana chiqib kelyapti. Mana qurganlarini olib tashlaymiz. Mana bularni kesdim. U antigini kesdim. Men bu malachaylarni hozir mana shu bu tomonga qo'ymoqchiman. Ja qoq optoga qo'ysak ham kuydirib yuboryapti bargini. Mana bu yerda soat 12 gacha quyosh tushadi. Hozir anta yana ikkita tuveyda bor. Ikkitami, uchta tuveyda bor. O'shalarni olib kelaman. Buni bu yerga qo'yaman. Endi mana bu gortenziya to'g'risida hozir. Xo'p, yaxshi boribdi. Mana bu gortenziyalarni уже bitta obunachim aytibdilar. Gortenziyangiz mana gulla bo'ldi. Endi mana уже jigarrang bo'lyapti. Qo'limda qaytish tayyor. Hurmatli obunachilar. Bu yashil bo'lgandan keyin kesib tashlasangiz, yana bular o'sib, g'uncha chiqarib, yana boshqatdan gullaydi. Menda mana shunaqa 1 yilda 2 marta gullaydi deb yozibdilar. Shu obunachimga telefon qiling menga deb iltimos qildim. Mencha hali kommentariyani o'qimaganmilar. Telefon qilmadilar. Kutdim telefonlarini. Endi kecha bozorga borganimda shu Dilfuza degan kelinni ko'rsatdim. Ularda ham Anabel hovliligida ko'pmi olib kelib sotadilar-da, rosa ko'p. Keyin shularga aytdim. Men aytdim, mana shunaqa deyishyapti. Shu kessam nima bo'ladi desam, voy to'ppa-to'g'ri aytibdilar. Kesib tashing, yana shoxlari chiqib, g'unchalar qiladi, boshqatdan gullaydi. Hali kuzgacha qancha vaqt bor dedilar. Bo'ldi. Endi ikkita odam shunaqa dedimi? Endi dedim, hammasini kesib tashlayman dedim. Tavakkal qilib. O'ssa, o'smasa chiroyli bo'lib turaveradi. To'g'rimi obunachilar? Hamma ish tavakkal qilgan yaxshi. Mana hozir endi qaranglar. Mana bu shoximi, mana mashina. Qani. Mana mashtadan hammadan kessam ham bo'ladi. Mana. Shunda kesib tashlayveraman endi mana. Hammasini. Mana. Mana bunaqa qilib hozir bularni keyin bitta paketga solamiz. Bular har qayerdan naryoqda ham hali gullamagan mana shunaqa Anabel gortenziya ham bor. Endi g'uncha qilib, hali g'unchasi ham ochilmadi. Ket chiqardi-da u. O'shanga o'xshab bu ham menimcha birin-ketin gullasa kerak-da. Mana naryoqda mana bitta eng tepasida bitta g'uncha chiqargan, bu endi gullamoqchi. Значит, bu ham gullaydi. Shuning uchun endi qo'rqmasdan kesib tashlayveramiz. Mana. Qani bir yengillik kiritamiz. Men shuncha yildan beri shunaqa o'sishini bilmagan edim, gullashini. 2 martadan gullasa yana ham yaxshi bo'ladi. To'g'rimi obunachilar? Mana o'tirib olib, buni hozir kesyapman. Даже buni shu kesgan shoxingizni o'sha kelin aytdilar, Dilfuza, ustidagi gulini bunda kesib tashlaydi, o'zini bo'lsa kardivenga botiring, bo'lmasa shunda salqin joyga tiqib qo'ying, o'zi ko'karib ketadi dedilar. Shuni ham qilib ko'ramiz. Salqin joylarim
shu gortenziyalarim orasiga mana bunaqa shoxi baquvvatlarni ekib qo'yaman. Qani? Ustini yopmaymiz deb men aytdim, ustini yopmaymanmi desam, yo'q dedilar. Shundoq o'zini tiqib qo'yavering, ko'karib ketadi dedilar. Bitta kattani, bitta kichkinani etganini qilgin deydi-yu, to'g'ri-da, mana qaranglar. Mana o'sha mabtlari jigarrang bo'lyapti. Jigarrang bo'lgandan keyin bo'ldi, u kuzgacha turaverardi. Xunuk bo'lib ketardi. Ha, mana shuni sizlarga aytaman dedim. Mana yana hali bu yerda guli rosa ko'p. Buni kesib chiroyli qilamiz endi. Mana buni ham kesamiz. Mana bularni ham yoqqa. Bu gulini qaranglar. Buni o'zi mana har 3 ta, 4 ta, 5 ta gulini bitta qilimda uning uchun stoyka qilish kerak. Yoki unda oyog'ini qilib, dumaloq qilib apora deydimi, o'shanaqa yasatish kerak. O'shanaqa qilsa, unda gullar chetlaridan mana bunaqasiga chiqib, osilib chiroyli turadi-da. Mayli, uni ham bir kun qilamiz. Xudo xolasa. Mana endi hozir bularni mana shunaqa qilib kesib olaman. Mana magnoliyaning bittasini mana bu yerga ekdik. Mana. Sal uchlari shalpayapti endi issiqdan. Ko'ramiz, agar issiq ta'sir qilsa ustini yopaman. Hozircha unchalik issiq emas kun. Bugun havo yaxshi. Mana gulni qaranglar ko'pligini. Piyon gulli atirgul. Mana bularni kesib tashlaymiz. Mana. Kesish kerakmi? Kesamiz. Mana. Mana. Va bu yerda juda ham guli ko'p. Endi boylaganimni keyin yechib tashlayman-da. Gullarini o'zi kessak ancha yengillashadi. Mana qaranglar gullarini. Bu yil gul ko'pligiga mana bu anaqalari mayda bo'lib ketdi. Shoxlari, shoxi ko'payib ketganiga. O'tgan yilcha unaqa ko'p emas edi, lekin gullari katta edi. Ko'rganlar bilishadi. Shu videolarda ham bor, o'tgan yilgi videolarda. Mana issiq hozir mana shu quyosh sal ketsin. Mana bu yerga qaranglar. Mana bular hammasi mana shu gvazdika, turetskiy gvazdika urug'idan tushgan. Mana bu yerni qaranglar, mana qop-qora. Bu ham urug'. Shuni sal chopib qo'ysam, yerni orasiga kiradi, keyin yana o'sib chiqadi. Urug'i ko'p chiqar ekan buni. Mana shunaqa hurmatli obunachilar. Men sizlarga bugun shularni ko'rsatmoqchi edim. Keyin mana gullarimni yana barglarini artishim kerak. Kecha men bularga suvlar quydim kechasi. Mana bu ham yaxshi o'syapti. Zolotaya ribka. Mana oralarda barglari uncha qolmagan. U chiqib qolar. Dorili suv quydim, chiqib qoladi. Mana zamiya kulkisidan qaranglar. Mana. Yangi shoxlar chiqaryapti. Yangi shox chiqardi degani bu yaxshi o'syapti degani. Mana bunda ham Mashtuvimdagi ham yaxshi o'smayapti mana. Bu bola chiqarayotgani, значит, yaxshi o'syapti degani. Suvni ko'p quymayapman. Mana bitta ma'minim shu kasal. Hozir ko'rsataman. Tushib ketib qolmasin. Mana mashinam kasal bo'lib, o'lib qolmaydi. Shalpaymaydi, yo tirilib qolmaydi. Lekin mana yonidan bola chiqaribdi, qaranglar. Shu kasal holiga. Barglari mana shunaqa, mana ikkita bola chiqaribdi. Qaranglar obunachilar. Qoyilman. Mana. Bunga endi yana bir shu biogutsilli doridan qo'yamiz. Mana bitta, mana ikkita bola.
Mana barglari mana shunaqa. Mana bunaqa bo'lib qolganda, men bu endi o'lib qolsa kerak deb o'yladim. Yo'q, mana значит yashayapti. Bola chiqaryapti, yashayapti degan. Bu yaxshi. Mana gullarim bu yerda yaxshi o'sishyapti. Mana bular birpas chang bo'laveradi. Bularni bir cho'miltirib beraman yana shlankada. Mana bu aglanema. Mana yondan bola chiqarib, barglar chiqaribdi, gullashga kelyapti. Bu aglanemaga ham ehtiyot bo'linglarni, oq tashda tushib, barglarni orasiga kirib olar ekan. Anta mana bitta Mariya degan aglanemam bor edi. Ana o'shani so'litib qo'ydi. Uni men yaxshilab cho'miltirib, keyin dorili suvga soldim. Nima degan doriga soldim? Aktariyaga soldimmi? Keyin uni fitosparinga soldim-da, keyin ekib qo'ydim. Endi hozircha yaxshi o'syapti. Juda yaxshi o'sib kelyapti. Birdaniga o'sishdan to'xtab qoldi. Qani shuni bir tekshiray desam, hamma yog'i oq bo'lib ketibdi. Ana o'shalarga qarab turinglar. Birdaniga tushib ketib qolar ekan. Keyin mana rozvoy gortenziyalarimizni ham ochilib bo'lgandan keyin, hali barglari qurishga keladi-yu, uni ham kesib tashlaylar, yana yengitdan gul chiqaradi. Xudo xolasa. Menda halija unaqa ochilib bo'lgan eski gullari yo'q. Mana qaranglar. Asalxon. Shu egilib qovurar ekanda, gulini ko'tara olmasdan. Qani bular yana ozgina tursin, agar qorayib ketsa, rangi o'zgarib qolsa-ki, shartta kesamiz. Kesamiz, keyin yangi gul chiqaradi. Mana bu ham bunga ham rang kirish kerak. Mana juda chiroyli edi. O'zim havasim keladi. Hurmatli obunachilar. Mana bu metelchiti, bu ham endi g'uncha qilyapti. Buni ochilsa ko'ramiz. Xudo xolasa. Mana bular ham endi g'uncha qilyapti. Keyin kecha chorsida masalan ko'rsatdim-ku, gortenziyani mana shunaqa gulini ular sotishga olishganda, ana buketlarga. Bir 10 tacha tuvayda turibdi. Shuni so'rasam 50 ming deyishdi. Menimcha uni arzondan qilib berishadi. Agar oladiganlar bo'lsa, borib olinglar. Yaxshi ko'chat. Men endi bir olay dedim, keyin qatga ekaman uni dedim. Joyim ham yo'q. Rangi rozvoy ekan. Mayli rozvoy bo'lsa ham chiroyli ochiladi-da. Lekin o'sha bir 2-3 yillik gulda ovasanglar maza qilib o'stirib olasizlar. Shunda chorsida shoirani dorilar sotadigan shoirani yonida choy sotishyapti. Har xil hidli choyi yonida. Kecha o'shalarni ko'rdim. Sizlarga ham ko'rsatdim. Kimga kerak bo'lsa borib olinglar. Chunki bitta kichkina ko'chatchani hozir 50 ming, 100 ming sotyapti-da. Bu tayyor ko'chat. Birpasda ko'kartirib olasizlar. Hurmatli obunachilar. Ana shunaqa gaplar. Ana belkimda bo'lsa, sizlar ham yashil bo'lib ketgandan keyin kesib tashlaylar. Ko'ramiz rezultatlarini. Xudo xolasa yaxshi rezultat bo'ladi. Shu bilan endi bugungi videoyim tamom qilaman. Yana bu narsalar bo'lib qolsa, men sizlarga ko'rsataman yangiliklardan. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, layklarni bosib qo'yinglar, kommentariyalarni yozinglar. Keyingi videolarda sog' salomat ko'rishguncha xayrlashib qolaman.